Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir men o'qib ko'rdim. Mana bu bola chiqqan-ku. Bu bola ham aytgan, shunaqa, shu gapni bo'lmaydi deb. Bundan oldin men amerikanslarning nimasiga ko'rdim. TikTok'da shu amerikan tiktoker shu ham gapni aytgan. Ohioda mana chiqdi, endi bermay ekan. Olish uchun pasport 94 bo'lishi kerak, yana plus work authorization ham ko'rsatish kerak deb yozgan. Aytgan, keyin mana bu xat. U amerikanец tiktoker ham, bu bola ham, o'zbek bola ham shu xatni ko'rsatyapti. Men o'yladim, ha endi amerikanец aytgan bo'lsa to'g'ri bo'lsa kerak deb o'yladim. Endi bugun o'zimni gruppamdagi bolalar bilan gaplashganimda men aytdim, "Nimaga video qilmadingiz?" dedim. Men dedim, "Ha o'zi hamma buni aytgan, hamma chiqargan. Men odatda harakat qilaman. Hech kim aytmagan bo'lsa, или o'zbekcha переводи bo'lmasa shu ma'lumotni keyin chiqaraman" deb aytdim. Barbiram bir chiqaring dedi, odamlar ko'rsin. Hammayam nimaga ishonmaydi dedi. Xo'p, mana endi ko'rib chiqdim, o'qib chiqdim. O'qisam nima degan bu yerda? Ohioda CDLni beramiz degan, beramiz, yangilaymiz, ha? Lekin buning uchun bizada ikkita dokument kerak degan. Ikkita dokumentdan biri degan. Ikkita dokument demagan. Ikkitasidan bittasi. Yo srogi o'tmagan work authorization. Agar work authorization bo'lmasa degan, pasport bilan 94 forma degan. Mana inglizcha variantini ham ko'rsatdim sizlarga. O'zbekcha переводini ham. Yozgan. U nimalarni belgilab qo'ydim. Chizib. Ikkitasidan biri degan joyini, keyin yoki degan joyini. Shuning uchun 1, 2 turibdi. Yo bunisi, yo bunisi degan. Agar hozir videoda u H1B battar balo viza kategoriyalarini aytyapti-ku. U narsa eslaringda bo'lsa, bu birinchi qoida edi. U CDLni to'xtatamiz deganda shunaqa qoida chiqqandi. Endi faqat kimning green kartasi bo'lsa yoki mana bu H1B, mana bu bilan qator-battar, mana bu balobattar viza kategoriyalariga beramiz deb u birinchi qoida chiqqan edi. U qoida chiqqanidan keyin bilasizlar, sud bo'ldi. Sud orqali bu narsa to'xtatildi. Ha? Уже sudga to'xtatganim qancha 1-2 oy bo'lyaptimi? Lekin mana endi sud qaroriga endi sekin-sekin bular endi уже rioya qilyapti. Mana hozir oxirgi Ohioni chiqargan mana shu ma'lumotnomasida nima degan? Biza degan mana yangi ma'lumotnoma beryapmiz. Shu FMCA qoidalariga rioya qilib, ana endi CDLni berish uchun biza mana shu ikkita dokumentdan biri kerak deb yozgan. Endi bular nima deyapti? Biza o'zimiz chaqiramiz deyapti. O'zimiz xat yuboramiz. Kimda mana shunaqa nom domicile bo'lsa, o'zimiz chaqiramiz. Kelgan paytingiz ikkita dokumentdan birini olib kelinglar degan. Olib kelmasangiz agar degan, shu nima qilamiz? CDL'ingizni kichkina oddiy pravaga o'zgartiramiz degan. Keyin qo'shimcha ham qilgan, to chaqirmaganimizcha kelmanglar deb aytgan. Lekin agar mani Ohio CDL'im bo'lsa, Ohio CDL'imni so'rogiga masalan 1 oy qolgan bo'lsa, endi Ohioda bilmadim qoidasi bor. 3 oy qolgandami, 1 oy qolgandami borish kerak. Agar shunaqa 3 oymi, 1 oymi qolgan bo'lsa, birinchi bilinglar qoidani, qachon borish kerak. Qancha qolgan srokda, shunga srokka borib, shu nimam bilan, dokumentlarim bilan borib yangilangan bo'lardim. Endi yana bitta narsada o'rtoqlar, mana hozir amerikanlarning mana bu xatni o'qib, mana bu ma'lumotlarni o'qib boshqacha tushungan. To'g'rimi? Xuddi shunaqa Ohiodagi mana bu DMVdagi, Ohioda BMV deb aytiladi. Shu Ohio BMVsida ishchisi ham noto'g'ri tushungan bo'lishi kerak. Bo'lsa kerak ba'zilari. Shuning uchun men nima qilardim? Mana shu xatni nima qilardim? Printerdan chiqarardim yoki degan joyini mana bunaqa qilib chiziq qilib, keyin men yo 1 yo 2 ni ko'rsatardim. Chunki siz borsangiz aytishi mumkin. Pasportim qani deyishi mumkin. 94 qani deyishi mumkin. U vaqtda nima deysiz? Mana yangi qoida, bu yerda nima deb yozgan? Ikkita dokumentdan biri degan. Yo work authorization, yo pasport bilan 94. Hammasini birga olib kelasan demagan. Ikkitasidan bittasini.